Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi ma'ruzamiz yurak tug'ma nuqsonlariga bag'ishlanadi. Yurak tug'ma nuqsonlari nima? Yurak tug'ma nuqsonlari bu yurak va magistral qon tomirlarini rivojlanishidagi tug'ma anomaliyalar hisoblanadi. Ular qachon rivojlanadi? Yurak tug'ma nuqsonlari embrionning 2-8 haftalarida yurakni, ya'ni yurak qobiqlarini, qon tomirlarini rivojlanayotgan paytida unga patologik jarayonni ta'siri tufayli rivojlanishi mumkin. Eng ko'p etiologik omillar, ya'ni yurakka bunday nuqsoniga sabab bo'luvchi omillar bu infeksiyalar hisoblanadi. Ya'ni bular viruslar bo'lishi mumkin, gripp viruslari, paragripp, qizamiq, qizilcha, suvchechak, parotit viruslari, infeksiyalar, bakteriyalar, parazitlar sabab bo'lishi mumkin, to'rchi infeksiyalar bo'lishi mumkin. Bu ona qabul qilayotgan dori vositalari bo'lishi mumkin, kasb zararliklari bo'lishi mumkin, irsiy moyillik bo'lishi mumkin, ya'ni genetik omillar, agar ota-onasida, yaqin qarindoshlarida genetik o'sha yurak va qon tomir kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, albatta genetik bolada ham bunday holat yuzaga kelishi mumkin. Ota-onaning yoshi, ya'ni onaning 35 yoshdan katta bo'lishi yoki ota-ona 45 yoshdan katta bo'lishi mumkin. Keyin qarindoshlar orasidagi nikoh ko'pincha yurak tug'ma nuqsonlari bilan bolalarning tug'ilishiga sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, demak, zararli odatlar, alkogolizm, narkomaniya, passiv chekish ham bular qatoriga kiradi. Demak, yurak tug'ma nuqsonlarini kechish bosqichlariga ko'rib chiqishimiz kerak. Albatta, bu birlamchi adaptatsiya bosqichi bo'lishi mumkin, nisbiy kompensatsiya bosqichi va terminal bosqichi bo'lishi mumkin. Bularni nimaga bilishimiz kerak? Demak, birlamchi adaptatsiya bosqichida gemodinamikaning buzilishiga moslashish davri bo'ladi. Demak, bu paytda bolada klinik belgilar biroz namoyon bo'lishi mumkin. Nisbiy kompensatsiya bosqichida gemodinamika yurakdagi bo'lgan nuqsonlarga albatta moslashadi va klinik belgilar biroz chekinadi. Shu sababli ota-onalar bu bosqichni ko'pincha o'tkazib yuboradi. Terminal bosqichda, ya'ni dekompensatsiya bosqichida gemodinamik o'zgarishlar, ya'ni yurakni nuqsonlariga moslashgan bo'ladi va bu bosqichda bemorga har qanday xirurgik yordam ko'rsatishni foydasi bo'lmay qoladi. Shuning uchun birlamchi adaptatsiya bosqichida bemorlarga xirurgik yordam ko'rsatadigan bo'lsak, bu nuqsonni biz yaxshi bartaraf qilishimiz mumkin va bemor yaxshi rivojlanib ketishi mumkin bo'ladi. Demak, yurak tug'ma nuqsonlarini tasnifi, demak, Marder bo'yicha ajratiladi. Gemodinamikni buzilishlariga ko'ra yurak qon tomir kasalliklari bo'linadi. Kichik qon aylanish doirasini to'yinishi bilan kechadigan nuqsonlarga bo'linadi. Kichik qon aylanish doirasidagi qonni kamayishi bilan kechadigan nuqsonlarga bo'linadi. Katta qon aylanish doirasida qonni kamayishi bilan kechadigan nuqsonlarga bo'linadi va gemodinamikani buzilishsiz kechadigan yurak tug'ma nuqsonlariga bo'linadi. Ahamiyat bersangiz, bu yerda yurak qon tomir kasalliklari sianozsiz kechadigan shaklga va sianozli kechadigan shaklga ajratilgan. Sianozsiz kechadigan shakllari bu oq nuqson turlari deb aytiladi. Ya'ni ko'karishsiz kechadigan yurak tug'ma nuqsonlari. Va sianozli bu yurak ko'k parok turlari deb ataladi. Ya'ni bu yerda demak, yurak tug'ma nuqsonlari ko'pincha ko'karish bilan kechadi.
Demak, arteriovenos shuntli, ya'ni sianozsiz tug'ma yurak nuqsonlari, ya'ni oq paroklar klassifikatsiyasi bo'yicha ajratiladi. Ochiq arterial yo'lakka, bo'lmachalar orasidagi to'siq nuqsoniga va qorinchalar orasidagi to'siq nuqsoniga ajratiladi. Gemodinamikada qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin bu parok turlari? Ya'ni bu yurak tug'ma nuqsonlari albatta yurak yetishmovchiligiga olib keladi. Qon harakati chapdan o'ngga yo'nalishda bo'ladi. Kichik qon aylanish doirasida dimlanish yuzaga keladi. O'pka gipertenziyasi yuzaga keladi. Yurak chegaralarining kattalashishi va yengil periferik sianoz bilan namoyon bo'ladi. Endi venoz arterial shuntni sianatik nuqsonlar, ya'ni ko'k paroklar turiga qaysi nuqsonlar kiradi? Demak, bu o'pka arteriyasi stenozi, fallotetradasi, 3 tabaqali klapan atreziyasiga ajratish mumkin. Gemodinamikada bo'ladigan o'zgarishlar bularda, demak, albatta bu nuqsonlar yurak yetishmovchiligiga olib keladi. Qon harakati o'ngdan chapga yo'nalgan bo'ladi. Kichik qon aylanish doirasida qonni kamayishi yuzaga keladi. Yurak chegaralarini o'zgarishi, qon aylanish doirasida qonni dimlanishi va aralash qon sirkulyatsiyasi yuzaga kelishi mumkin va markaziy sianoz, ya'ni markaziy ko'karish, ya'ni butun tana bo'ylab ko'karishni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yurak tug'ma nuqsonlari turlaridan. Eng statistika ma'lumotlariga ko'ra O'zbekiston adabiyotlarni keltirishlariga ko'ra eng ko'p uchraydigan yurak tug'ma nuqsonlariga albatta bo'lmachalar aro to'siq nuqsoni kiradi. Bo'lmachalar aro to'siq nuqsonida o'ng va chap bo'lmachalar orasida patologik aloqa yuzaga keladi. Defekt o'lchamlari, ya'ni nuqson o'lchamlari 1-3 mm dan 1 cm gacha bo'lishi mumkin bo'ladi. Nuqson joylashishiga qarab, avval teshikning bitmasligi, odatda bola hayotining 2 oygacha bitib ketishi kerak, lekin bitmay qolishi yuzaga kelishi mumkin. Birlamchi bo'lmachalar aro to'siq nuqsoni, ikkilamchi bo'lmachalar aro to'siq nuqsoni, koronar sinus nuqsoni, subkaval nuqson va ko'p sonli defektlar ko'rinishida bo'lishi mumkin. Mana rasmda ko'rib turganingizdek, bo'lmachalar aro to'siq nuqsonida, demak, arterial qon venoz qon bilan aralashadi. Nuqson endi o'lchamlari har xil bo'lishi mumkin. U demak, o'lchamlariga albatta bolaning holati, klinik belgilari albatta nuqsonni o'lchamlariga bog'liq bo'ladi. Mana bu rasmda ham qonni yo'nalishini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda demak arterial qon chapdan o'ngga o'tib venoz qon bilan aralashadi va o'pka arteriyasiga demak aralash qon o'tishi mumkin bo'ladi. Demak, bo'lmachalar aro to'siq nuqsoni tufayli chap bo'lmachadagi kislorodga to'yingan arterial qon o'ng bo'lmachaga o'ta boshlaydi. Natijada o'ng bo'lmachaga so'ng o'ng qorinchaga haydalayotgan qonning miqdori ortadi. Yurakning o'ng tarafiga yuklama tushadi. Bu esa o'ng bo'lmacha va o'ng qorincha gipertrofiyasiga, kichik qon aylanish doirasida dimlanishga va o'pka arteriyasi gipertenziyasiga sabab bo'ladi. Gemodinamikadagi o'zgarishlarning qay darajada kechishi defektning o'lchamiga albatta bog'liq bo'ladi. Klinikada bolalarda nimalarni kuzatish mumkin? Demak, bu yerda teri va shilliq qavatlarining rangparligi, tahipnoya, xasirash, taxikardiya, umumiy holsizlik, tez charchash, yurak sohasidagi og'riq, ko'p terlash, jismoniy rivojlanishdan orqada qolish, perkussiyada yurak chegaralarini o'ngga siljishi, auskultatsiyada tush suyagidan chapda 2 va 3 qora o'rg'a oralig'ida turli
intensivlikdagi sistalik shovqinlarni aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Albatta bu bemorlarga diagnostikada ultratovush, ya'ni exokardiografiya qilinadi. Demak, ko'krak qafasini umumiy rentgen qilishimiz mumkin. Demak, rentgenda gipertrofiyalangan o'ng va chap qorinchaning gipertrofiyasini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. EKG, FKG da ham demak bu yerda o'ng bo'lmacha gipertrofiyasi, bo'lma qorinchalar tutamini o'ng oyoqchasidan to'liq bo'lmagan blokadasini, aritmiyalar, paroksizimal taxikardiyalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu rasmda ko'rinib turganingizdek, bu exokardiografiyadagi ko'rinishi va rentgenografiyadagi ko'rinishi. Demak, rentgenografik tasvirda bu yerda o'ng va chap qorinchani gipertrofiyasi ko'rinib, yaqqol ko'rinib turibdi. Demak, davolash agarda nuqson o'lchamlari 5 mm dan kichik bo'ladigan bo'lsa, unga konservativ yordam ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Agarda bu nuqson demak kattaroq bo'ladigan bo'lsa, u albatta xirurgik operativ yo'l bilan bartaraf etiladi. Demak, profilaktikasi uchun bunday bolalar o'pka kasalliklari bilan tez og'riganligi uchun bularga albatta nuqsonda yurak qobiqlarida yallig'lanish jarayonlarini bartaraf qilish maqsadida antibakterial terapiya, viruslarga qarshi terapiyalar qilinib borilishi kerak. Yana bir eng ko'p uchraydigan nuqsonlardan biri bu qorinchalar orasidagi to'siq nuqsoni hisoblanadi. Qorinchalar aro to'siq nuqsonida o'ng va chap qorinchalar orasida patologik aloqa yuzaga keladi. Demak, defektni joylashiga qarab u membranoz qismida bo'lishi mumkin, mushak qismida bo'lishi mumkin yoki trabekulyar qismida bo'lishi mumkin bo'ladi. Mana rasmda ko'rib turganingizdek, bu yerda demak shu nuqsonlar turlari tasvirlangan. Demak, bo'lmachalar orasidagi bo'lgan nuqsonlar. Ular bitta yoki bir nechta ham bo'lishi mumkin. Demak, bu yerda mana normal qon aylanish qorinchalar aro nuqsonida bo'ladigan gemodinamik o'zgarishlar tasvirlangan. Gemodinamikada demak qorinchalar aro defekt turlarida chap qorinchadagi kislorodga to'yinmagan arterial qon o'ng qorinchaga o'ta boshlaydi. Natijada o'ng qorinchaga haydalayotgan qonning miqdori ortadi. Yurakning o'ng tarafiga yuklama tushadi. Bu esa o'ng qorincha gipertrofiyasiga va kichik qon aylanish doirasida dimlanishga sabab bo'ladi va o'pka arteriyasini gipertenziyasiga olib keladi. Gemodinamikadagi o'zgarishlarning qay darajada kechishi bu nuqsonning albatta o'lchamlariga bog'liq bo'ladi. Klinikasida demak hamma nuqson turlarida kabi klinik belgilarda ko'pincha teri va shilliq qavatlarning rangparligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni marmarsimon ba'zida tusda ko'rinishi mumkin. Tahipnoy, hansirash, yo'tal, taxikardiya, umumiy holsizlik, tez charchash, yurak sohasida og'riq, ko'p terlash, jismoniy rivojlanishdan ortda qolish. Endi bu belgilar albatta nuqsonni o'lchamlariga bog'liq bo'ladi. Perkussiya yurak chegaralarini ikkala tomonga siljishi, auskultatsiyada to'sh suyagidan chapda 3-4 qovurg'a oralig'larida turli intensivlikdagi dag'al sistalik shovqinlarni eshitishimiz mumkin bo'ladi. O'pkada mayda pufakchali ho'l xirillashlar ham eshitishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mana exokardiografiyadagi o'zgarishlar qorinchalar aro to'siq nuqsonidan qonni yo'nalishini ko'rishimiz mumkin. Demak, davolash demak o'lchamlarga albatta bog'liq bo'ladi. O'lchamlar demak qaysi qismda joylashganiga bog'liq bo'ladi.
albatta o'lchamlar nuqsonni o'lchamlari katta bo'ladigan bo'lsa, u albatta operativ yo'l bilan bartaraf etiladi. Demak, eng ko'p uchraydigan nuqsonlardan biri bu yana fallotetradasi bo'ladi. Fallotriadasi demak, bu yerda nuqson 3ta tug'ma nuqsonini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda o'pka arteriyasi stenozi, bo'lmachalararo to'siq nuqsoni va o'ng qorincha gipertrofiyasini ko'rishimiz mumkin. Tetrada falloda demak, yuqoridagi nuqsonlarga bu yerda aortani dekstropozitsiyasi, ya'ni noto'g'ri joylashganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Fallo pentadasida esa yuqorida aytib o'tilgan nuqsonlarga yana ko'pincha qo'shimcha qorinchalararo to'siq nuqsoni qo'shiladi. Demak, tetrada fallosini nuqsonlarini tasvirda ko'rishingiz mumkin. Demak, bu yerda mana gemodinamikani o'zgarishlari juda ham sezilarli bo'ladi. Mana bu tasvirda ham demak qorinchalararo to'siq nuqsonini ko'rishimiz mumkin, o'pka arteriyasini stenozini ko'rishimiz mumkin. Demak, qonni gemodinamikani chuqur o'zgarishlarini ga sabab bo'lishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Gemodinamikasi qorinchalararo to'siq nuqsoni qonning qorinchaga o'tishi va qonni aralashishiga sabab bo'ladi. Aralash qon stenozga uchragan o'pka arteriyasiga va ko'p miqdorda aortaga haydaladi. Bu esa o'z navbatida markaziy sianozga sabab bo'lishi mumkin. Demak, tasvirda ko'rib turganingizdek, bolada qorinchalararo to'siq nuqsonida, ya'ni yurakni gipertrofiyasi hisobiga, demak, ko'krak qafasida yurak bukriligini, ya'ni ko'krak qafasini deformatsiyasini ko'rishingiz mumkin. Klinikasida albatta sianoz, tahipnoy, hansirash, taxikardiya, baraban tayoqchalar shaklidagi barmoqlar, soat oynasi shaklidagi tirnoqlar, umumiy holsizlik, tez chapchash, yurak sohasida og'riq, ko'p terlash, jismoniy rivojlanishdan ortda qolish kabi klinik belgilar ko'rinishi mumkin. Mana tasvirda tetrada fallo bilan kasallangan bola ko'rganingizdek lab burun uch burchagiga ahamiyat berilgan. Demak, lablari ko'kargan va barmoqlarida baraban tayoqchalar va tirnoqlarini soat oynasiga o'xshash ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Demak, bu sianozli bola, bu ham tetrada falloda ko'pincha bo'ladi. Demak, barmoqlar uchlari, oyoq uchlari va lablarini ko'kimtir sianozli tusga kirganini ko'rishingiz mumkin. Bu angiografiyada tetrada falloda angiografiyada ko'rinishi. Mana yana bir tasvirda baraban tayoqchalar va tirnoqlarni soat oynasiga o'xshash ko'rinish. Davolash bu nuqsonlarni albatta xirurgik yo'l bilan bajariladi. Demak, nuqsonlardan ko'p uchramaydi, lekin nisbatan uchraydigan tug'ma nuqsonlardan bu aorta korrektatsiyasi hisoblanadi. Korrektatsiya degani bu torayish degan ma'noni anglatadi. Aortaning chap umro osti arteriyasi ajraladigan joydan pastda tug'ma torayishga aytiladi. Gemodinamika aortada qon oqimiga qarshilik ko'rsatish, chap qorinchaga yuklanish va uning gipertrofiyasi chaqiriladi. Keyinchalik esa unda sklerotik o'zgarishlarni kelib chiqaradi. Toraygan joydan pastda joylashgan a'zolar yuqoriga nisbatan kam qon oladi. Qon aylanishi qisman
kollateral qon almashinuvi hisobiga normallashgan bo'ladi. Keyinchalik qon aylanishiga uchragan sohalarni noproportsional rivojlanishi yuz beradi. Ya'ni yelkadan, beldan tepa qismi bolani beldan tepa qismi yaxshi rivojlanadi, past qismi esa yaxshi rivojlanmay qolishi mumkin. Mana tasvirda demak aortani torayish turlarini ko'rishingiz mumkin. Bu rentgenologik tekshiruvda tasviri demak aortani torayishi demak har xil turda ham bo'lishi mumkin. Bu rasmda demak aortani mana toraygan joylarini ko'rish mumkin bo'ladi. Demak, klinikada teri qoplamlarining rangparligini, tana vaznini kamayishi, tana tuzilishini noproportsionalligi, ya'ni tanani yuqori qismida arterial bosimni pastki qismiga qaraganda yuqoriligini, tez charchash, burun qonashi, bosh og'rishi kabi belgilarni aorta koarktatsiyasi nuqsonida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Diagnostikada albatta elektrokardiografiya, fonokardiografiya, exokardiografiya va rentgenogrammada bu nuqsonlarni albatta ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mana rentgen va exokardiografiyada aorta koarktatsiyasining ko'rinishi. Angiografiyadagi ko'rinishi. Yurakni zondlash mumkin va yurak zond orqali demak nuqsonni qayerda joylashganini va o'lchamlarini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Jarrohlik usuli bilan toraygan qismni kesib kengaytirish yoki aortani protezlash yo'li bilan davolash mumkin. Demak, bu aorta koarktatsiyasida odatda bemor 4-6 yoshligida bajariladi. Demak, bugungi ma'ruzamiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.